istasangiz sizni bittada yulduz qilib olib chiqishim mumkin. Lekin buning uchun sizdan harakat qilishingiz kerak. Agar mashhur bo'lishim uchun kafolat bersangiz, hammasiga roziman. Nima desangiz qilaman. Sizga birinchi navbatda yangi qo'shiqni yozdiramiz. O'tirib oling. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Juda soz. Hayotingizda birorta erkak bormi yo'qmi? Yo'q. Endi demoqchi bo'lganim, qizlar odatda ijod qilaman desa xalaqit beradi-da ular. Otasi kim? Prodyuser. Abort qilishga ham o'sha majbur qildimmi? Ha. Yer yutsin o'shaningni. Men uni yaxshi odam desam, ahmoq ekanmi? Seni men odam deganman. Shunday ekan qo'yib yubormayman. Onam siz bilan ishlashimni xohlamayaptilar. Abort qildirganimni bilib qoldilar. Shunaqa degan. Ketishdan boshqa ilojim yo'q. Lekin men senga juda ham ko'p pul ishlatganman. Menga chiqimlaringizni yozib bering. Men to'yga chiqib bo'lib sizga to'layman. Mayli. Kelishdik.